Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochirim sevgan insoningiz sizga qaytadimi? 3 ta karta qo'yaman. 3 ta kartadan o'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Niyatingizni oldim, shifoli bo'lsin. Ochirim sevgan insoningiz hayotingizga qaytadimi? Birinchi karta, ikkinchi karta, uchinchi karta. Birinchi karta, ikkinchi karta, uchinchi karta. 3 ta kartadan o'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Men birinchi kartamizni ochishni boshladim. Sevgan insoningiz hayotingizga qaytadimi? Yoqtirgan insoningiz hali hayotingizda bor, ammo siz uni ketdi deb o'ylamoqdasiz. Aqlingizdagi inson sizdan juda ham xafa. U siz haqingizda, ya'ni shubha, gumon, o'ylovlarda turganligini bu kartamizda aytmoqda. Sevgan insoningiz qaytadimi? Da, qaytadi, lekin bu insoningiz sizning taqdiringiz emas. Tez orada qaytishi bor, ammo butunlayga emas deb bu kartalarimizda javob bermoqda azizlarim. Ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimizni ko'raylikchi. Xo'p, ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz aqlingizdagi inson aniq fikrli inson emas. Hayotingizda, ya'ni kirib kelaveradi, chiqib ketaveradi. Ya'ni siz uni har qanday holatda ham qabul qilyapsiz doimo. Shu bois u sizni qadrlansizdirib tashlagan. Bunga esa siz o'zingiz sababchi deb bu kartamizda aytmoqda. Yoqtirgan insoningiz qaytishi yo'q. Uning hayotida uchinchi shaxs borligi kartamizda aytmoqda azizlarim. Xo'p, uchinchi kartamizda nima demoqda ko'raylikchi. Uchinchi kartamizda nima demoqda? Yoqtirgan insoningiz qaytadimi? Yo'q. Sababi sizlarda munosabatlaringizda dilxiralik, sovuqchilik bo'lgan. Gaplashib yurgan holatlaringizda ham bir-birlaringizga sovuq munosabatda bo'lganliklaringiz, yoqtirgan insoningizni o'ylovida siz emas deb kartalarimiz chiqmoqda. Aksincha, ishlari, muammolari bilan birga yoqtirgan insoningiz bilan siz esa baxtli hayotni istayapsiz. Ikkala tarafda ham yopiqliklarda turganliklaringiz, ishda ham, pulda ham, oilada ham, baxtda ham deb kartalarimiz aytmoqda azizlarim. Sizlarga rahmat. Chiroyli izohlarda doimo videolarimni kutib olasizlar. Bugungi ochirim shulardan edi. Shaxsiy ochirim uchun Telegramga Feride Tarot Kart deb yozsangiz men bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Sog' bo'linglar.